Assalomu alaykum. Qo'ymayman deymanu videoni, baribir iloji yo'q. Mana ko'ringlar ahvol. Mana qaranglar. Trotuar necha yil? 50 yil bo'lsa kerak, qilinmaganiga. Mana bu joylar, ostanovka ham shu 40 yildan oshdi-yu, yangilangan yo'q. Angrenda bu. Oilaviy poliklinikaga keluvdim ish bilan. Ancha yildan beri yurmagan ekanman bu joyda peshkom. Piyoda yurmagan ekanman. Shundan majbur bo'ldim. Yomon narsalarni qo'yapsiz bir xilda deb qo'yasizlar. Majbur bo'lib qolasizda, chunki qarang, ahvolni qarang-da. Angrenimiz chiroyli bo'lishi kerak-da. Chiroyli joylarimiz ham bor. Lekin bu joylarni qaranglar, trotuar umuman yo'q. Chunki peshkom yurishni boshladim-da, o'sha kechadan beri, bir hafta bo'ldi. Bir haftadan beri peshkom yuryapman, piyoda. Sog'liqqa foyda deb. Shundan endi men bu joyga kelganda endi vobsheda yig'lab orasida ahvolni qarang. Bu bolnitsamiz bo'lgan, Shaxtyorskiy bolnitsa. Xotiram adashmasa necha yildan beri broshinda turibdi shekilli mana. Ko'ryapsizlarmi mana ahvoli? Ashe trotuar umuman yo'q. Umuman yo'q. Mana ko'rsatmay, qo'ymay dedim-da, shu paytgacha mana 1 oymi, где-то 4 oymi bunaqa muammoli joylar qo'ymadim, lekin majburman qo'yishga, chunki qaranglar, juda yomon ahvolda. Mana bolnitsamiz turibdi. Shuncha katta Angren shahrimizda mana bitta bolnitsamiz brosheniy zdaniya bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Trotuar umuman yo'q. Bu turibdi brosheniy. Necha yil bo'ldi bilmayman brosheniy turganiga. Ishlardi deb o'ylar ekanman. Bu tarafdan uncha yurmabman-da, ancha yildan beri. Shunga mana qaranglar, ahvoli juda ham dabdala. Shunday joylar qaranglar, trotuarlar umuman qilinmagan. Necha yil, bir 50 yil bo'lsa kerak trotuarlar. Peshxod nimalarda yuradigan piyodalar yo'lakchasida. Juda xunuk ahvolda. Mana vobshe. Xafa bo'lmanglar, mana qo'yaman-da, nega deylar? Chunki angrenimiz chiroyli bo'lishi kerak.